Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon shahridamiz. Qadrdonlar konteynerdan uylar tayyorlab sotishayotgan akalarimiz. Hozirlarga mana 6 metrligini tayyor holatga qilib qo'yishibdi. Olib borib o'rnatib olsanglar bo'ldi. Ichki sharoitlari ham qilib qo'yilgan. Videomiz oxirigacha tomosha qilsanglar, qanaqa materiallar ishlatilgan, narxi necha pul bo'ladi, dastakalari qanaqa bo'ladi, shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Va bu tomonda 12 metrligi ham bor. 12 metrligi xohlasanglar 3 xonalik qilib, xonadon ham qilib berish oladi. Masalan, daryoda bo'ylariga bir sohil bo'ylariga qo'yib olsanglar, zo'r dam olish maskani qolsa bo'ladi, oilaviy uchun dacha bo'ladi-da. Videomiz oxirigacha tomosha qilsanglar, ularda ham narxlarni aytib o'tamiz. Azizlar, bo'lmasam buni yasayotgan usta Sirojiddin akadan ma'lumot olib o'tamiz. Sirojiddin aka, xormang. Assalomu alaykum. 6 metrga necha bo'ladi konteyner? 6 metrga bo'yi 2.60 ligi. Endi 2.40 bo'ladi, ichi 2.30 bo'ladi, ichki holat. 2.30. Bu 6 metrlik konteyner atrofdan kesilmagan holat, to'g'rimi? Ha, atrofdan kesilmagan, faqat eshik, deraza o'rniga o'rnatilgan xolos. Tepasidan tomidan suv o'tmaydimi? Ha, xudo xolasa suv o'tmaydi tepalardan. Bitta atroflarni ko'rsatamiz. Endi buni qora rangga bo'yab qo'ygansizlar. Bu tomoni qanaqa bo'ladi endi? Bu tomoni bu yerga bir sklad hisobida foydalansa bo'ladi. yoki samolyot qilib olsa bo'ladimi? Ha, shunaqa qilsa ham bo'ladi. Agar kelishilgan holda qilib ham beramiz bularni. Qani bitta ko'raylik desam. Hali anaqa tayyorlatmas ekan. Mana buni bemalol Svetalarni tushirib qo'yibdi. Xolasa sklad o'rnatsa qoladi. Ha, shunaqa qilsa ham bo'ladi. Yoki samolyot qilsa bo'ladi. Konditsionerlarga joylashib ketilgan. Bu yerga konditsioner o'rnatiladi. Bismillah, qaranglar. Taylari endi konteynerda o'zi fitratan suv o'tmaydi bunga. Zax o'tmaydi. Endi baribir sovuq, issiqlarda ichi isib ketib qolishi mumkin aka. Shunga nima qildingiz ichiga? Ichini utublit qilingan. Utublit bo'ldi. Ha, sovuq o'tmaydigan qilib. Buni bemalol ko'tarib, olib borib o'rnatib olsa bo'laveradimi xohlagan joyga? Ha, manipulyatorlarimiz bor. Ular bilan olib borib aytgan joyiga qo'yib beriladi. Kelishilgan holatda. Narxini video davomida aytib o'tamiz, qadrdonlar. Shunaqa plastikli rom o'rnatilgan 2 qavat oyna shekliga. Ha, 2 qavat. 2 qavat oyna va eshik o'rnatilgan, tepasiga yomg'irdan saqlaydigan anaqa o'rnatib qo'yilibdi. Zontkichamiz. Bismillah, kiramiz. Xo'sh, patologlari nimadagi? Plastikmi? Patologlari dekor qilingan. Ha, dekor. Dekor, plastik. Hamma joyiga dekor ishlatilgan. Ha, bu yonboshlari ham dekor. Ha, yonboshlari ham dekor ishlatilgan. Dekor. Orasida penoplast, ya'ni izolyatsiya, issiq izolyatsiya qilish uchun oyoq ostiga gilam solib qo'ygansizlar. Uni tagida nima bor? Gilam Uni tagi o'zini poli. O'zini pola. Agar boshqa narsa deysa, boshqa narsa ham qo'yib beriladi. Endi misol uchun haligi issiq sovuq o'tkazmaydi, anaqa qilib solish bo'ladi-yu. Shunaqa qilsa bo'ladi yoki tepli pol qilsa ham bo'ladi. Tepli pol qilsa ham bo'ladi. Tepli pol qilsa, kelishilgan holda qilib beriladi. yoz uchun konditsioner, qish uchun tepli pol. O'zi yetadi. Bu konteynerda bir pasda so'radi. Svetlari tushirib qo'yilgan. Bu yerda rozetkalari bor. Bu tomonda ham televizor qo'ysa bo'ladi. Bu tomonda konditsionerga rozetka tushirib qo'yilgan. Xullas, ichi necha bo'lgan hozir ichi? Necha qolgan? Ichi 420 ga 230 qolgan. 420 ga 230. Hozirgi holatda. Bismillah. Yopib qo'yamiz. Aka, endi necha metrlarni yasadingiz? Endi hozir tayyor bu ekan, qolganlarni sotib beribsiz. Ha, 12 metrlik ham tayyorlab sotdik, 6 metrlik ham tayyorlayapmiz. 12 metrlikni qanaqa bo'ldi? Mana misol, mashina misolida ko'rsatib beraylik. Necha xona qildingiz uni? Uni 3 xona qildik. O'rtada bitta koridor, ikki tomonda alohida xona. Xona. Misol, bitta kichik oilaga dachaga bo'ladimi mana shu 12 metrlik? Uni ham qilib beramiz, xudo xolasa. Uni ham qilib beriladi. Aka, mashina narxini aytib o'taylik. Shu holatini misol necha pul qilib berasiz? Bu dekor ishlatilgan hisobiga sal narxi balandroq chiqib qolgan. 1,5 ming narx aytyapmiz, 1450 ga xudo xolasa qilib berasizlar, qilib beramiz. Lekin narxi ham shularga borib qoladi o'zi, kimdir yasayman desa, bundan ham oshib ketishi mumkin. Ha, shunaqa konteyner. Chunki sizlar konteynerda o'zingizlar konteynerlar bilan shug'ullanasizlar, narxda arzonlashishi mumkin va o'zi usta xizmati. Shuni evaziga narxi, agar hozir mashina o'zingiz yasayman desangiz, bundan menimcha valloh ham qimmatga tayyor bo'ladi. Bu narxi 1,5 ming dollar, narxi zo'r, gap yo'q. Endi aka 12 metrlikka eng oxiriga bitta sanuzel, o'rtaga bitta spalni, oshxona, zal qilib, kino ko'rib o'tiradigan, PlayStation o'ynaydigan xona qilsa bo'ladimi aka? Ha, bo'ladi, uni qilib bersak. Aka, nech pullarga bitadi shunaqa meni proyektimda chiroyli holatda skromniy qilib bersanglar? Taxminan nech pullarga borishi mumkin? 3,5 mingdan oshib qoladi. 3,5 ming dollardan oshadi. Ha, shunaqa bo'ladi. Lekin xohlagan joyiga borib qo'yib olib yuradi. Foydalansa bo'ladi. Haligi bu yoq olib borayotganda sinib ketmaydigan qilib mustahkam qilib beriladi. Shunaqa qilib beriladi. 12 metr. 12 metrlar ham hazlakam joy emas. Skromniy qilib joylashtirsa bo'ladi. Misol uchun tepaga ham spalni qilsa yotadigan joy, pastga ham joy qiladigan bo'lsa,
detskiy, anaqa ratitskiy qilib, ular vashim moshni bo'ladi. Qadrdonlar, tavsiya qilamiz. Zakaz beringlar. Manzil Andijonda Sirojin aka o'zi shunaqa konteyner mahsulotlari bilan shug'ullanadi. Xudo xolasa, ish tayyor bo'lgan videolaringiz bor, to'g'rimi? Bor, tayyorlanganlar. Videoga qo'yaramiz. Bitta o'zingizlar baho beringlar. Nima deysizlar? Shunaqa konteynerdan yasalgan uyda yashagan bo'lamiz deylar. Narxi qalay, ma'qulmi? Shu haqida kommentariyada yozib qoldirasizlar. Keyingi videolarimizda xudo xolasa 12 metrliklariga va bundan ham boshqacharoq qilib yasaganlar sizlarga video qilib taqdim qilamiz.